case aytsam bo'ladi shu outsource Toshkentda ishlatish bo'yicha. Endi SNGdagi eng katta marketing agentliklaridan birisi, tushunib olasizlar mumkin, lekin men aytib bilaman to'g'risi. Shu bilan ishlashchak bo'lib ko'rganman qaysidir o'zlarimizning bir loyihada. Bularni yana narxini ko'taradigan boshqa sabablari bor, shuni tushuntirib beryapman hozir. Qarang, men ishlashadigan yerda kompaniyada 4 yildan beri ishlayman. Bizlari chiqib turibdi taklif bilan, o'zi shu soha 4 yildan beri yurib turibdi. Bozorda o'zining o'rni bor, brend yaralgan. Lekin marketing agentligini kengayish uchun bizlari tadqiqot etib ber desak, men tadqiqot etaman. Agarda tadqiqotda xato chiqsa, sen biznesingni o'zgartirib berishga majbur bo'lasan. Tadqiqot etaman, ishni garantiya beraman. Aytadan ishimni o'zi qiymati shundan zo'r. Ya'ni bizlarda yurib turgan 4 yillik biznesni bir haftalik yoki 10 yillik, 15 yillik tadqiqot orqali xato chiqsa o'zgartirib berasan deb. Bu yerdagi ayrim tadbirkorlar shu narsa ulardan zo'r degan ma'noni yetkazib beradi. Ya'ni men tadqiqot etib beraman, sen uje biznesing xato bo'lsa, boshqa yo'nalishga o'zgartirib berishing kerak. Marketolog bo'lsam, biznes egasidan ko'ra yaxshi tushunadigan odam yo'q. U biznes yangi bo'lmasa, o'zi ishlab turibdi 4 yildan beri. Buni tadqiqot etib, xato yo'nalish ekan deb boshqa yo'nalishga o'tirib bo'lmaydi-da.